biz nimani aytmoqchimiz? Demak, qadrli bizlarni kuzatuvchilarimiz, ko'plar kuzatib borishadi, kela oladiganlar bor, kela olmaydiganlar bor. Bu qizimizda ham mana 3 yilgada yaqin o'zlarini turar joylarida ginekologga murojaat qilganlarida strelkali, ya'ni kok preparatlarni berishgan bularga. Polikistoz holatida oldin berilardi shunaqa va 3 yil mobaynida hayz kelyapti-ku deb bular ichib yuraverganlar. Bu preparatlarni bilasiz, bular hech qachon polikistoz, multifolikulyar tuxumdonlarni lecheniya qilmaydi, davo qilmaydi. U faqatgina ovulyatsiyani bosh miyadan o'chiraveradi har safar. Bular bizga homilador bo'lishlari kerak, hayz siklini to'g'irlashimiz kerak, insulin balon, vazn balon yig'ilavergan 3 yil ichida uni ustiga qo'shilib, bularni to'g'irlamasdan, uyqularini to'g'irlamasdan biz faqat kok berib qo'yib davololmaymiz, homiladorlikka kira olmaymiz. Shuning uchun ham biz iltimos qilardik, shunaqa kok preparatlarni, ya'ni o'sha xalq tilida strelkali dori deyishadi, o'shalarni umuman ichmaslikni maslahat beramiz. Bizda demak multifolikulyar tuxumdonlar haqida mana qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Follikullarimiz juda ko'p, asalarining uychasiga o'xshab bir qancha. Bu qizimizni ham hozir tushuntirib beraman. 3 yil davomida strelkali dorilar ichib yuraverganlar follikullarni hayzni to'g'irlaymiz deb biz aytamiz. Bularda mana 18-kun, lekin bironta follikul yetilib yorilganini ko'rayotganimiz yo'q. Конечно, bularni vaznlarini tushirgan holda, insulinni tushirgan holda keyingina biz stimulyatsiyaga olishimiz mumkin bularni. 18-kun bo'lgani suyuqlik ketgan, birinchi kundagi yeganlardagi shamollashlar ketgan hammasi, lekin 18-kun follikullarni ko'rsatdim o'zlariga ham juda ko'p follikullar soni da qora-qorachalarni ko'rdingiz-ku, asalarni uyga o'xshab. 18-kun bitta katta follikul yetilib yorilishi kerak edi, lekin yorilmagan, yetilmagan. Endi bular vaznlarini tushirgan holda, insulinlarini tushirgandan keyin biz stimulyatsiya qilishimiz mumkin. Balkim ungacha o'zi ham mashqlar bajarib, shu vitaminlarni ichib yursalar, o'zi ham ovulyatsiya bo'lishni boshlaydi, xudo xolasa.